Mudofaa xaridlarini to'liq nazorat qilish maqsadida 2023-yil yanvar oyida Ustyurt davlat unitar korxonasi tashkil etildi. Tizimni markazlashtirish haqidagi rasmiy bayonotlar zamirida aslida moliyaviy resurslarni yagona qo'lda jamlash maqsadi yotgan edi. Shavkat Mirziyoyevning qarori bilan ushbu korxonaga ilgari mudofaa sanoati tizimida rahbarlik lavozimlarida ishlagan Xotamjon Yusupov rahbar etib tayinlandi. Yillik xarid hajmi taxminan 5 milliard AQSh dollarini tashkil etuvchi kompaniya harbiy va ikki maqsadli mahsulotlarning eksklyuziv importchisi maqomiga ega bo'ldi. Endilikda mablag'lar hech qanday tashqi taftishsiz tor doiradagi shaxslar o'rtasida taqsimlana boshladi. Mazkur jarayonlar doirasida armiyani qurol-yarog' va texnika bilan ta'minlash bo'yicha davlat komissiyasi tuzilib, unga Prezident Shavkat Mirziyoyev, Bosh vazir Abdulla Aripov va Xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov boshchilik qildi. Yangi tuzilgan tizim ustidan amaldagi nazorat Shavkat Mirziyoyev rejimining ajralmas qismi hisoblangan Abdulla Aripov, Botir Tursunov va Otabek Umarovga aloqador guruhlar qo'lida jamlandi. Ushbu kelishuvlar doirasida Ustyurt korxonasi amalda byudjet mablag'larini yuvish markaziga aylandi. Uning direktori Xotamjon Yusupov davlat va yetkazib beruvchilar o'rtasidagi ishonchli vositachi sifatida o'g'irlangan mablag'larning yashirishini ta'minlab, korrupsion sxemalarni mukammal ishlovchi mexanizmga aylantirdi. Xususan, gap texnik xususiyatlari ataylab pasaytirilgan harbiy anjomlar va vositalarni bir necha barobar oshirilgan narxlarda sotib olish haqida ketmoqda. Embraer C390 Millennium samolyotlarining shubhali qimmat narxda xarid qilingani bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ushbu qaror O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov hamda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Bahodir Qurbonov tomonidan ilgari surilgan va amalga oshirilgan. Xuddi shunday sxema asosida 20 ta Xitoy qiruvchi samolyotini sotib olish bo'yicha shartnoma imzolandi. Bu oldindan manfaatsiz bo'lgan bitim bo'lib, u Aripov va Qurbonovga foyda keltirdi. Biroq O'zbekiston byudjeti va milliy xavfsizlikka jiddiy zarba berdi. Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan ilgari surilgan terrorizmga qarshi kurash loyihasi doirasida O'zbekiston konstitutsiyasiga zid ravishda Xitoy video kuzatuv qurilmalari xarid qilindi. Ushbu texnologiyalarning eng xatarli jihati shundaki, ishlab chiqaruvchi barcha kameralar va kuzatuv nuqtalarini masofaviy boshqarish huquqini o'z qo'lida saqlab qoladi. Bu esa mamlakatning strategik obyektlari ustidan nazorat amalda begonalar ixtiyoriga o'tganini anglatadi. DXX raisining birinchi o'rinbosari Botir Tursunov va Xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudovning o'zaro manfaatlariga asoslangan ittifoqi oddiy korrupsiya chegarasini allaqachon bosib o'tgan. Ularning birlashgan ta'sir doirasi O'zbekiston suvereniteti uchun to'g'ridan-to'g'ri milliy xavfsizlik tahdidiga aylanmoqda. Mazkur guruh ochiqlik siyosatidan niqob sifatida foydalanib, kuch ishlatar tuzilmalar rahbarlarining rasmiy elektron pochtalarini, mahalliy serverlarini inkor etgan holda Mail.ru kabi chet el platformalarida ro'yxatdan o'tkazgan. Buning natijasida Rossiya maxsus xizmatlari O'zbekistonning strategik ma'lumotlari va maxfiy yozishmalari ustidan to'liq nazorat o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu sabotaj tasodif emas edi. Yuqori lavozimli amaldorlarning xatti-harakatlari davlat tizimiga ongli ravishda putur yetkazgan. Ushbu kanallar orqali O'zbekistonning mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga qaratilgan maxfiy ma'lumotlar xorijdagi kuratorlarga muntazam ravishda sizib chiqishi ta'minlangan. Bundan tashqari, Botir Tursunovning narkobiznesga rahnamolik qilishi natijasida huquq-tartibot organlari giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishini himoya qiluvchi vositaga aylanib qoldi. Oqibatda tizim xodimlari o'rtasida giyohvandlikka ruju qo'yish holatlari ortib bormoqda. Bu esa armiya va xavfsizlik tizimlarida intizomning yo'qolishiga, boshqaruvning izdan chiqishiga hamda jangovar shaylikning pasayishiga olib kelmoqda. Korrupsiya, strategik ma'lumotlarning sizib chiqishi va vatanparvar xodimlarning ta'qib qilinishi bilan bir qatorda kuch ishlatar tizimining yuqori lavozimli mulozimlarining xatti-harakatlari haqiqiy davlat inqirozini keltirib chiqarmoqda. Ba'zilar tasodifiy xato deb hisoblanishi mumkin bo'lgan bu harakatlar aslida maqsadli qo'poruvchilik faoliyati va ochiqdan-ochiq josuslikdir.